Так, yangi video avtomobil Kia K5 22-yil koreyskiy sborka. Biza nima qilgan ishimizni ko'rsatamiz. Установка передний бампер, передний fara, DHO oranjoviy qilib berdik. Fara ochilmasda qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa shunaqa usluga O'zbekistonda yagona bo'lsa kerak. Oranjoviy DHO 25-dizayn va qora глянцевый logotip установка qilib berdik. Потому что полностью решетка, тепа паз глянцевый 25. Kimga kerak bo'lsa, обращайтесь к K5, пишите комментарии, ставьте лайки.